Hurmatli obunachilar, kichik halqa yo'liga 368 milliy Les Aylesdan zakaz tushgan. Ming O'rik metrosidan Novza metrosiga. Eng yomoni metroga yaqin joy emas ekan, uzoqroq ekan, shuning uchun peshkom ketaman. Hurmatli obunachilar, buni men gapirmasam bo'lmaydi. Boya 7 bilan 8 o'rtasida Anjir restorandan zakaz tushgan edi. Uni men zakaz qabul qilib turib olib bordim, lekin mijoz bilan gaplashayotganimizda mijoz ozgina shaxsiyatimga sal tegdi. Lekin shuni o'zimni bosdim. Aytilgan joyga tashlab ketganman. Programmada ko'rsatilgan adres, lekin yana menga telefon qilib turib, u adresga tashlamagansiz deb aytdilar. Men aytdim, siz ko'rsatilgan mazmun bo'yicha tashlaganman. Siz ko'rsatilgan adres bo'yicha tashlaganman desa, men boshqa adresni ko'rsatganman deganda, men aytdimki, men aralashmayman dedim. Joyida kompaniyaga xabar qildim. Yutug'im shuki, kompaniya bundan boxabar bo'ldi, vaziyatni tushundi, o'rganib chiqdi. Mijoz murojaat qilsa biz hal qilib beramiz dedi. Sizni ogohlantirganingiz uchun rahmat dedi. Call center telefon qildi. Nima bo'ldi? Mana shunaqa nomerli zakaz dedi. Vaziyat tushuntirdim. Keyin men so'rasam, ular 8B deb ko'rsatgan, bizga 8A bo'lib chiqqan. Kommentariyada men haq huquqimni talab qildim. Duo qilib turinglar, hurmatli obunachilar. Bu zakazning egasi blokka tiqmagan bo'lsa, avvalambor ertalab soat 3:30 yo bo'lmasa erta soat 8-9 larda uzoq 10 gacha ma'lum bo'ladi. Agar blokka tushgan taqdirimda ham o'rtoqlar video qilib chiqaman. Kutinglar, line blok bo'lmay. Bo'lgan taqdirimda uzoq bir kun bo'lsa ham indamayman. Lekin undan ko'p bo'lsa men haq huquqimni talab qilish uchun kompaniya ofisiga tashrif buyuraman. O'zimning profilim emas, o'shaning uchun ozgina haq huquqqa konkret yoritmasam bo'lmayapti endi. Rahmat.